ChatGPT futbol tarixida buzilishi imkonsiz bo'lgan bitta rekordni aytdi. Uni hattoki Mbappe, Yamal, Hollandlar ham buza olmaydi deya fikrda. U 2012-yilgi Lionel Messining 91 ta goli ham emas, Cristiano Ronaldoning 2017-yil Chempionlar Ligasidagi 17 ta goli ham emas. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hozir men sizlarga o'sha rekord qaysilgani aytaman, ochig'i hayratda qolasiz. Unda boshladik. Demak, ChatGPTning fikricha Robert Lewandowskining 9 daqiqalik qo'rqinchli master klassi futbol tarixida takrorlanmas rekord deya qayd etildi. Eslatib o'taman, 2015-yil Robert Lewandowski futbol tarixidagi eng dahshatli rekordlardan birini Wolfsburgga qarshi yaratdi. Attiga 9 daqiqa ichida 5 ta gol. Wolfsburgga qarshi zaxiradan maydonga tushib, u 0-1 hisobidagi farqni Bavariyaning 5-1 hisobidagi g'alabasiga aylantirdi. Urilgan gollarning daqiqalariga e'tibor bering. 51, 52, 55, 57 va 60. Qarabsizki, hisob 5-1. Lyova bisotida sveji bo'lgan pentatrik. Dahshati, xususlar rostdan ham Lyovaning bu fantastik 9 daqiqasi futbol tarixida takrorlanmas rekordmi? Fikrlaringizni kommentariyaga qoldiring.